Avvalambor assalomu alaykum. Mana smartfonimiz avtomatik pul ishlaydigan tizim mana shu edi. Haqiqatan ham pulni beradi. Mana historiyani bosib ko'rsatishim mumkin. Bir emas, 2 marta pulni chiqarib olganman. Mana 2 marta pulni chiqarib olganman. Oplacheno bo'lgan ekan ham. Xo'p. Pulni mana bu Fauket Pay hamyonimga chiqarib olganman. Viplatini bosib turib mana bu hamyonga chiqarib olganman. Endi sizlar ham pullar yig'ilgandan keyin shu hamyonga chiqarib olish uchun hamyon ochish videosini o'rgataman. Bizga bu uchun bundan boshqa ham yana ikkita narsa kerak bo'ladi. Mana bu Authenticator bilan o'sha Authenticator anasini bilasizlar. Google dan yuklab olasizlar. Kechirasizlar, Play Marketdan demoqchi edim. Play Marketdan yuklab olinadi. Keyin mana bu QR kod skaner qiladigan mana bu QR kod skaner qiladigan narsani Play Marketdan yuklab olasizlar. Shu ikkita narsani yuklab olasizlar. Keyin qiladigan ishimiz xo'p, mana bu men videoning ostida havolasini qoldiraman. Agar xo'p, hozircha videoga men tavsifini yozayotgan paytim kiritishimga tasdiqlashda so'rayapti. Tasdiqlashdan o'tishga esa ana kelmayapti. Nima deydi? Tasdiqlash xabari smartfonimga, o'sha telefonim raqamimga kelmayapti. Xo'p, mana buni 95 83 335 da yozib olib Fauket Pay ilovasiga kiramiz. Men avval kirganim uchun bundan qaytib chiqish qilaman. Da ro'yxatdan o'tishni ko'rsataman. Mana birinchi ochratga, birinchi navbatda Sign Up qilaman. Sign Up qilinadi. Keyin mana bu joyga username yozish kerak. Masalan, revizor so'zini sof o'zbekchasi taftishchi bo'ladi. Tug'ilgan yilimni ham qo'yib qo'yay. Username keyin takrorlanmas bo'lishi kerak. Oldin boshqa kishi kiritgan bo'lsa, siz boshqa topishingizga to'g'ri keladi. Bu username bor deb aytsa agar boshqa kiritasiz. Men shuni kiritib ko'raman. Ya'ni continue tugmasini bosaman. Ana bu yerda endi email kiriting, elektron pochta manzilini kiriting deyapti. Xo'p. Qaysi pochtamdan ro'yxatdan o'tmagandim eslashim kerak bir. Hozir esladim. Ro'yxatdan o'tmaganim ham bor ekan. Mana shu bilan ro'yxatdan o'taman. Parol kiriting deyapti.
parol kiritamiz. Bu yoki login yozib turib mayda harf bilan login yozib turib iloji boricha parol 8 ta belgidan ortiqroq bo'lsin. Keyin parol yozgandan keyin mana bu continue, kechirasizlar, continue tugmasi bosiladi. Nima deyapti? Password must be bir xil bo'lishi kerak deyapti. Menimcha xato yozdim joyidan shunisini. Osongina mana bunday qilamizda. Mana bu joyda xato qilgan ekanimda. Keyin xuddi shuni kiritaman bu yerga. Keyin davom etish continue'ni bosaman. Ana bu joyga mana bu ko'chirib olganmiz. Ana buni обязательно qo'yasizlar. Keyin mana bu yerdan galichkani belgilaysizlar. Botga qarshi tekshiruv bosasizlar. Mana polzunogni surishlaringiz kerak. Mana tekshiradi. Keyin yana bitta chiqadi. Bunga ana bu ketma-ketlik qilishlaringiz kerak. Mana bu yerdagi. Xo'sh. Birinchi bu, keyin 5 yulduzcha, keyin mana bu ekan, keyin apply bosiladi. Mana tasdiqladi. Endi sign up bosiladi. Xo'p, mana endi elektron pochtamizga xabari borgan. O'sha xabarni tasdiqlab kiramiz.